22 bob. Agar biri boshqa birining qolisini yoki qo'yni o'g'irlab setivetgan yoki so'yib yevetgan bo'lsa, bir qaliga 5 qala, bir qo'yga 4 qo'y to'lisin. Agar biri kechisi boshqalarning uyiga o'g'irlikqa kirib, tutulib kelib, o'ltirib etilgan bo'lsa, uni o'ltirguchi gunohsiz deb qaralsin. Lekin bu ish kunduzi yuz bergan bo'lsa, uningga qotillik gunohi ortilsin. O'g'ri o'g'rilgan narsalarni to'lisin. Agar uning hech narsasi bo'lmasa, o'zini qul o'rnida setib, ziyonni to'lisin. Uning o'g'irligini qala, eshak yoki qo'y bo'lishidan qat'iy nazar, agar u mol o'g'rining qo'lida texi tirik bo'lsa, o'g'ri mol egisiga bir hassa otuq to'lam bersin. Agar biri etizlikda yoki uzumzorlikda poda beqib, podlarini ixtiyoriga qo'yib etib, podlarning boshqalarning etizligidagi ziroatlarni yoki üzümlarni yeyishiga yo'l qo'ysa, ularning ziyinini o'z etizi yoki üzümzorligining eng yaxshi mahsuloti bilan to'lab bersin. Agar biri o'z etizligidagi chatqallarni ko'ydirganda, ehtiyotsizlikdan boshqalarning ziroatlari yoki xominiga o't tutishib ketib, ularni ko'ydirayotgan bo'lsa, o't qo'yg'uvchi barliq ziyonni to'lab bersin. Agar biri pullari yoki mol mulklarini qo'shnisiga omonat qo'yib, bu narsalar qo'shnisining uyidan o'g'irlangan bo'lsa, navoda o'g'ri tutilsa, o'g'ri o'g'irlangan pul yoki mol mulklarni bir hassa ortiq to'lisin. Agar o'g'ri tutilmasa, omonat qilinguchi so'roqchining oldiga opirilsin. So'roqchi uning mol egisining narsalarini olgan omg'onligini bekitsin. Har qandaq mol mulk majrosi to'g'risidagi da'vo qala, eshak, qo'y, kiyim-kechak yoki boshqa yo'qolgan narsalarga chechishliq bo'lsa, hamda majralashgan ikki taraf talash-tortish qilib, da'voni bir taraf qila olmasa, so'roqchining yeniga berib, arz qilishsin. So'roqchi kimga gunoh bekitsa, shu odam bir hassa ortiq to'lisin. Biri eshigi, kolisi, qo'yi yoki boshqa uloqlarini qo'shnisining qarab qo'yishiga havola qilgandan keyin uloqlar o'lib qolsa, yorilansa yoki birov haydab akatsa, lekin buni hech kim ko'rmagan bo'lsa, havola qilinguchi qo'shnisining uloqlarini olmaganligi to'g'risida Xudoning nomida qasam qilsin. Mushundaq bo'lganda, uloq egisimu surishda qilmasin. Havola qilinguchimu to'limisin. Biroq agar uloqlar o'g'irlangan bo'lsa, havola qilinguchi egisiga to'lab bersin. Agar molni yirtqich hayvonlar yeb ketgan bo'lsa, havola qilinguchi molning qoldig'ini akilib, isbot ko'rsatsin, to'lab bermisin. Agar biri boshqa birining ulug'ini oriyat olgan bo'lsa, bu uloq egisi yo'q yerda zaxmlangan yoki o'lib qolgan bo'lsa, oriyat olg'uvchi uloqni to'lab bersin. Agar egisi naq maydonda bo'lsa, to'limisin. Agar ijaraga olgan bo'lsa-mu, ijaraga olg'uvchi to'limisin. Chunki u ijara haqqi to'lagan. Agar bir odam texi boshqalarga yotliq bo'lishqa putishmagan qizni ozdirib, uning nomusiga tegsa, to'yliq berib, u qiz bilan nikohlansin. Biroq agar qizning dodisi uningga qizni berishga qo'shilmasa, u odam qizning to'ylig'iga barobar keladigan pul to'lab bersin. Jodugarlik qilgan ayolni
tirik qoldirishga bo'lmaydi. Hayvon bilan jinsiy munosabat qilganlar o'limga hukm qilinsin. Mendin boshqa har qanday ilohga qurbonlik sungan kishiga o'lim jazosi berilsin. Yoqi yurtliq musofirlarni xo'rlama yoki bo'zaq qilma. O'zinglarning Misrda musofir bo'lib turganliginglarni unutma. Tul xotin, yetim bolalarni xo'rlama. Agar sen ularni xo'rlasang, ular manga nola qilib yordam tilasa, men ularning ovozini anglab, darg'azibim bilan seni qilich ostida halok qilib, xotiningni tul, farzandlaringni yetim qoldiraman. Agar sen xalqim ichidagi har qanday bir kambag'alga qarz pul bergan bo'lsang, jazoni xo'rlarga o'xshash o'sim olma. Agar sen boshqa kishining chopinini go'riga olgan bo'lsang, kun patqucha qaytirib ber. Chunki u faqat shu chopon bilanla isinadi. Bu chopon bo'lmasa, u nemini yepinchi qilib uxlasin. U ma'ni nola qilib yordam tilasa, uning nolisini anglayman. Chunki rahimdildurman. Kufrlik qilma. Xalqning rahbarlarini mu qarg'ima. Ma'ni qiladigan bosh hosulingdan ilingan bug'doy, sharob, yog' hadiyalarni ayıma. Tunji o'g'lingni manga ata. Kala, qo'ylaringning tunji bolalarini mu shundoq qil. Hayvonlar tug'ilib, 7 kun onlari bilan birga tutsin. 8-kuni manga ata. Sen mening pok xalqim bo'lishing kerak. Shunga sen yirtqich hayvonlar qorni yeriyotgan mallarning go'shtini yemay, uni ishtqiba.